Samarqanddagi Top qurilish kompaniyasiga kelganmiz. Elite Buildingga 45 kilovatli quyosh panelini o'rnatib berdik. Biz bu stansiyaga 72 ta Jinko 625 wattli quyosh paneli o'rnatdik. 45 kilovatlik stansiyamizga Deya brendiga tegishli 50 kilovatlik inverter qo'yib berdik va buni 5 yil kafolati bor. Kimga shunaqa sifatli quyosh panellari o'rnatish kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga telefon qilamiz. Qurilish kompaniya bo'lasizmi, biznes sohasi bo'lasizmi, xonadon bo'ladimi, fermer bo'ladimi, farqi yo'q, hammasiga xizmat ko'rsatamiz va albatta panellarga 25 yil, inverterga 5 yil kafolatimiz bor. 1 yil servis xizmati bizlarga bepul. Ora-orada kelib panellarni o'zimiz ko'zdan kechirib, mijozlar bilan aloqada bo'lib turamiz.